Dünya Uyghur Ayollar Birligi 18 apreldan 18 iyungacha bo'lgan aralıqda, ya'ni butun dunyoga Xitoy virusi tarqalib, insonlar majbur uylarga qamalib, dahshatlik va tashvishli paytlarni boshdan kechirayotganda, muhojirat yashayotgan Uyg'ur jamoati orasida umid yulduzlari faoliyat o'tkazdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur farzandlarimizning qatnashishi bilan xalqaro unsin videolik ko'rinish musobaqasini uyushtirgan. Xitoy Sharq Turkistonda har xil razil vositalar orqali Uyg'ur xalqiga qattiq zulm qilish bilan irqiy qirg'inchilikqa mahkum qilinayotgan Uyg'ur ona tili va madaniyati jiddiy yo'qotish girdobida turmoqda. Dunyo Uyg'ur Ayollar Birligi bola tarbiyasi, bo'libmi Uyg'ur ona tilini saqlab qolish va kelajak vatanimizning egilari bo'lgan farzandlarimizning talant, qiziqishlarini bayqash ham rag'batlantirish, Uyg'urligidan faxrlanish, shundaqla g'ururlantirish va mush ig'ir kunlarda xalqimizga bir ilhom, kuch, ruhiy ozuq berish maqsadida Umid yulduzlari musobaqasini uyushtirgan. Shundaqla muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishgan. Umid yulduzlari faoliyati farzandlarimiz uchun birinchi qitimliq xalqaro musobaqa bo'lg'achqa, zo'r tirishchanlik va qizg'inlik bilan o'zlarining yozgan she'r maqollari, atoqli Uyg'ur shoir yozuvchilarimizning asarlarini o'qish, qo'l hunar san'at ijodiyatlari, shundaqla tantarbiya sohasida erishgan natijalarni avatish orqali musobaqa uyushtiruvchilarni hayajonga soldi. Farzandlarimiz haqiqatan qobiliyatli va talantli. Dünya Uyg'ur Ayollar Birligi musobaqa guruhi musobaqaga qatnashgan 10 davlatdan, ya'ni Turkiya, Germaniya, Shvetsiya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Amerika, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlardan yo'llangan 200 dan ortiq videosin ko'rinishlarini YouTube kanaliga chiqardi. Dünya Uyg'ur Ayollar Birligi boshchiligida 22 nafar baholag'uchi odillik va onalik qalbi bilan farzandlarimizning qobiliyatiga qarab baholab, 9 kategoriya bo'yicha Turkiyadan 27 nafar, Yevropa va Amerikadan 28 nafar, O'rta Osiyo bo'yicha 46 nafar farzandni mukofotlash qaror qilindi. Navbatda Xitoy virusi sababli mukofotlash faoliyati kechiktirildi.